Endi oldingi soat darslarda biz Word'ningki qurollarini, tizimliklarini baraqur so'zlab tugatib bo'lgan. Ham mashlarni ishlab birga olib bo'ldi shunaqa. Endi hozirgi darsimiz bo'lsa, hani Word deganing o'zi bir yeziq degan ma'no chiqadi. Shu hozirgi darsimiz bo'lsa, yeziq, rasm, jadval aralash bo'lgan bet ishlash jarayoni. Masalan, biz hozir Photoshop'ning mesela Word'ningki shu betlash o'rnidan oddiy qog'oz o'lchami betni hozir qurib bo'ldik. Qurib bo'lgandan keyin bu betniki atrofini laylaymiz. Endi betni atrofini laylash oldida bizniki qilmoqchi bo'lgan ishimizda oldinla bir loyiha, bir plan bo'lishi kerak. Biz hozir nima ishlaymiz degan vaqtda hozir deb o'tdik-ku, mazmun, ya'ni yeziq, rasm, jadval aralash bo'lgan bet tuzish jarayoni. Buni ham sizlar ishlamasa, rasm birga qistirib, jadval birga qistirib, yana birga mazmun yozib, xat yozib ishlayversizlar, lekin shuni o'lchamlik o'rnalashtirish, o'lchamni to'g'rilash jarayoni bo'lmaydi. Unda bo'lsa biz hozir shu hamda Intel maktubimizningki oddiy bo'lgan bir materialni ham qisqacha hamda amaliy bo'lmasimi ishlab chiqarib qo'ydik, ha. Yani buniki beshiga betni atrofini laylamayli, mushbeti betni atrofini laylab qo'yli. Yana bujudan betni atrofi 120 metlik betni tanlab berdik. Andan keyin keshidan, yani mavzu o'ttir to'g'rilansin. Uyg'urcha o'ndan boshlansin. Xat nusxasi uyg'urcha to'g'rilansin. Endi biz bu yerga ilmesini hoş xabarda biz oldik. Yani bu mavzu sal chonroq bo'lsin. Ma ikkinchi qurdiki xat bu kichikroq bo'lsin, 11 petchi vaqtda. Endi bu mazmun bu yerga biz Intel Marks'ni oldik. Charodin to'piyani bosdik. Intel Marks'ni qistirdik. Masa cho'nkat shunaqa. Bunday bo'lsin. Endi ma aslan qurg'a mayaga. Bu yerga. Bu qani yezib oldim. Endi buni ikkinchi qurib tashladim. Ikkinchi qurdim, bu aslan qurdim boshlab, bu ma'nodagi abzat qurilishi bo'lsin. Endi bu yerga. Bu yerga.